Bo'ldi, yoqdim mana. YouTube'dagilar mani kechiringlar. Men ancha gapirdim. Mani kechiringlar. Men zapisni yopmoqchi edim, esimdan chiqib qolibdi. Xo'p, qaranglar. Birinchi target nuqtamiz tilla uchun mana bu yerdagi kalimiz bo'lyapti. Ko'rdinglar, men nimaga endi kalda olyapman? Chunki men ishonaman kallarimga. Meni kallarim baribir tortadi o'ziga, ishoninglar. Любой kalni ko'ringlar, narx yechilgan. Hali buni boshqa paralarda ham ko'rsatib beraman. Ya'ni mana eng maksimalniy hozirgi anonim kalim bo'ladi mana shu. Xo'p. Mana shu kalimgacha endi qaranglar. Xo'p, anu gap. Aggressive entry qanaqa bo'ladi? Ya'ni aggressive entry agar hozir narx bizda mana shu farewell gapimizni, imbalansimizni hurmat qilgandan keyin bizda mana bu kichkina time frame'da M5 time frame'ga olib o'tadi-da. Mana M5 time frame'da demak MSS chaqib qo'ydi mana bu nuqtada va MSS qilgandan keyin mana bu zonadagi imbalanceimizni hurmat qildi. Imbalanceimizni hurmat qilgandan keyin o'zidan oldingi yaralgan maksimum darajani ham mana bu shancha bilan tanasi bilan buzib o'tdi. Bu degani nima degani? Bu degani, qaranglar, narx ochiladi, ochilib turib primo yuradi degani. Mana shu nuqtadan, ya'ni yuqoriga qarab turib. Tushundinglar? Bu bizga aggressive entry bo'ladi. Xo'p, siz target nuqtangiz mana shu yerda qayergacha bo'lishi mumkin? Qarang. Mana shu nuqtada sizni target nuqtangiz mana bu haygacha bo'lsin. Misol uchun siz bu yergacha ushlab o'tirmangda, 181 largacha ushlab o'tirmang, shunchaki mana bu nuqtagacha ushlab o'tiring. Bu yergacha ham qancha bor mana, ko'ringlar. Bemalol 1/4 target ushlab chiqib ketsa bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Bu lekin aggressiv holatda. Ya'ni narx hozir agar bu yerdan entry qiladigan bo'lsangiz, eng yomon tomonini aytaman. Agarda o'sha kunlik svechani Aziyada mabodo pastga yurib borib turib, mana bu order blok darajasiga kelib qo'yadigan bo'lsa, unda stop olasiz. Agar narx bu yerdan yurib boradigan bo'lsa, hozirgi mana bu hisob-kitoblarimizni evaziga, bu hisob-kitoblarning evaziga yurib boradigan bo'lsa, unda norm ishoninglar jek turasizlar. Mana shu yerda bu bizga aggressiv entry hisoblanadi. Xuddi shu ssenariy. Misol uchun sizda hozir variant bor. Qarang. Mana shu zonani o'zidan entry qilish yoki bo'lmasam mana bu yerdagi FEG chani kutishingiz ham mumkin. Mana bu nuqtadagi FEG chani 4872 ekanda. 4872 xullas mana shu darajalar xullas men uchun bayga qiziq bo'ladi. No aggressiv deb aytib qo'ydim bu narsani. Xo'p, endi bo'lib bezopasnayroq ko'rinish qanaqa bo'ladi? M15 time frame ga olib o'tamiz. M15 time frame ga olib o'tganimizdan keyin mana shu maksimum darajadan yuqorida yopilishini kutamiz narx. Yuqorida yopilgandan keyin optimal trade entry darajalarini tortamiz mana bunaqa ko'rinishda. Optimal trade entry darajalari qatgacha endi buzib o'tsa-da, balki mana bu yerda buzib o'tar, bundoq ko'rinishda-da. Bu bezopasnayroq holat bu. Ana o'shandan keyin narx mana shu darajalarimizga korreksiya bergan vaqtda undan keyin qo'shilib olsa bo'laveradi. Bu tomondagi harakatga. Eslab qolinglar, men bu narsani hozir uzoq muddatli bay demayapman. Ya'ni narx baribir bitta tushishi mumkin ekan. Biz bu narsani sizlar bilan haftalik tahlillarda ham ko'rib chiqdik. Mana bu darajalarga to'g'ri 4600-4500 diapazonlarigacha. No, baribir hozir ochilib pastga yuravermasa kerak, o'shani hisobiga yuqoriga chiqishiga ishlab olyapmiz xolos, shunchaki. Narx bir muddat korreksiya berishiga ishlab olyapmiz. Mana bo'lib bezopasnayroq holati bo'ladi, ya'ni entry uchun. Vot. Aggressiv holatini tushuntirdim. Bozor ochilgandan keyin M5 time frame ga olib o'tamiz. M5 time frame da primo ochamiz shu yerda. Shu yerda o'zidan. Bum, tepaga qarab turib bu aggressiv ko'rinishi. Vot, mana bu bizga bo'lib bezopasnayroq ko'rinishi. Shu yerga tushunarli bo'ldimi tilla? Xullas qisqa muddatli bay ko'ryapman. Mabodo narx уже yuqoriga ketib qolgan taqdirda ham men sizlarga tushuntirdim ssenariyda. Baribir imkoniyat beradi swingga. Chunki 10 mingga chiqishini kutyapmiz tilla, to'g'rimi? O'shani hisobiga. Xo'p, savollar bormi shu yergacha?
kimdadir. Anaqa qo'linglarni ko'taringlar, nima bo'lsa ochaman mikrofoninglarni. Prosta manga qiziq bo'ladi-da, sizlar bilan gaplashib, anavi qilish. Yoki xohlovchilar-yu mikrofon uchun cho'ta yo'qga o'xshaydi. Xafa qilyapsizlar nimani bor. Xo'p, xullas tushundinglar, to'g'rimi? Bu yerda mani kalim bor ekan, demak asosiy target nuqtamiz, no take profit 1 nuqtamiz mana shu yerda joylashgan ekan. 5016. 5016 darajasi biz uchun take profit 1 darajasi hisoblanadi. Mana bu take profit 2 miz ekan, 5180. Vot. Shu narsani eslab qolsanglar bo'ldi. Hop. Endi jiksayga olib o'tamiz. Jiksay. Men bu narsani Instagramga ham qo'yuvdim, ya'ni mana shu darajalarda yechilishini. Hali o'quvchilarim bilan, mentorshipimdagi o'quvchilarim bilan analiz qilib beruvdim shu vaqtda. O'xshab berdi, xudoga shukr. O'xshab berdi o'sha aytilgan plan bo'yicha. Endi og'alar, DXY bo'yicha nima kutamiz? Ya'ni ichimizda Euro USD, GBP USD da yoki bo'lmasam USD JPY da ishlaydiganlar bo'lishi mumkin. Ana o'shalar uchun menimcha qiziq bo'ladi. Haftalik time frame'ga e'tibor beradigan bo'lsak, mana 50 ga 50 vaziyatman degani bu. Ya'ni narx hozirgi holatda tanasi bilan pastda yopilib bermadi. Menga baribir analizimda eng muhim nuqtalardan ya'ni mana shu svechnoy patronlar hisoblanadi. Svechnoy patron deganda bu hali ona bola svecha yoki bo'lmasam doji unaqa narsa emas. Ya'ni narx bitta liquidностьni yechgandan keyin yoki bo'lmasam yechishdan oldingi haligi bitta A точкаdan B точкаga borishdan oldingi o'zini ko'rsatib qo'yadigan xarakteri bor-da, shamda. Ana o'sha sham o'zini ko'rsatib beradi. Ya'ni men kuchsizman, men kuchliman yoki bo'lmasam men yuqoriga o'smoqchi bo'lyapman, men pastga tushmoqchi bo'lyapman. Men shu narsaga ham odatda e'tibor qarataman. Mana bu nuqtada ham e'tibor beradigan bo'lsanglar, men o'shanda ham tushuntirib o'tdim. Agar Instagramdagi videoyimni ko'radigan bo'lsanglar. Narx maksimum darajalardan yuqorida yopila olmadi. Juda ko'pchilik buy kutdi, lekin mana bu nuqtani market maker buy model deb, lekin narx yurib bermadi. Men undan oldin tushuntirib o'tdim. Agar narx yuqoriga ketmoqchi bo'ladigan bo'lsa, hech qachon mana bunaqa ko'rinishda yopilib qo'ymaydi. U har doim o'zini ko'rsatadi, ya'ni men falonchini shamman deb, men yuqoriga ketmoqchiman deb. Mana bu holatda ham xuddi shunaqa vaziyat. Ya'ni likvidlikni yechganimizdan keyin, men kutgan likvidlikni yechganimizdan keyin narx bizda juda ham kuchsiz yopilib qoldi. Ya'ni mana bu darajadagi anaqalar qo'yib yubormadi. Bozordagi ana shu buqalar deymizmi? Buqalar qo'yib yubormadi. Ya'ni yuqoriga yetarish vordi narxni. Уже likvidlik yechilgandan keyin. Endi qanaqa ssenariy kutyapmiz? Qaranglar. Agar mana shu weekly shamchani o'zini ko'radigan bo'lsak, agarda biz buy yurmoqchi bo'ladigan bo'lsak, qarab turinglar. Bitta tushamiz 50% ga. Ya'ni eslab qolinglar, mana shu weekni, mana buni week deyiladi. Mana shu week shamchalar order blokka o'xshaydi. Lekin order blokda odatda biz mana bunaqa ko'rinishda olamiz, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam kimlardir tanasidan oladi. Mana bunaqa ko'rinishda tanasidan. Bizlar uchun tanalar muhim bo'lmaydi-da weekni. Mana bu 50% ni qanaqa hurmat qilyapmiz. Uzr, hozir bir daqiqa. Xuddi shu 50% ni qanday hurmat qilyapmiz, xuddi shu narsa muhim bo'ladi. Qaranglar,
Bu уже dollar kursini mana shu DXY'imizni yanayam kuchayishi uchun qanaqa signal kerak bo'ladi? Birinchi navbatda men sizlarga hozir oddiy vizualniy ko'rinishini tushuntiraman bu yerda. Weekni 50% bor. Haftalik shamchamiz ochildi. Vot, ochildi deylik. Mana bunaqa ko'rinishda. Va bizga mana shu weekni 50% gacha keldi, kelib turib, o'zini minimum darajasini yaratdi shu yerda. Bu haftani minimum darajasi. Agar siz klassik trader bo'ladigan bo'lsangiz, SNRchi bo'ladigan bo'lsangiz, men nima deyotganimni tushunmasligingiz mumkin, ozgina qiynalishingiz mumkin. Lekin ICTchilar bo'ladigan bo'lsa, ichimizda tushunasizlar meni. No, hali tushunmayotganlar ham vaqti kelib mana shu analizlarni ko'rgan holatda baribir o'rganib ketasizlar. Qiyin bo'lmaydi. O'rganish oson. Xo'p, mana shu nuqtaga haftalik shamchamiz kelib 50% ni hurmat qilgan holatda minimum darajasini yaratish kerak bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa ko'rinishda shpilka qoldirish kerak bo'ladi demoqchiman. Mana shunaqa ko'rinishda. Va ana o'shandan keyin bu shamchamiz qaranglar. Ana o'shandan keyin unda yopilib berish kerak. Tushundinglar? Mana shu o'zidan oldin tushgan impulsivniy shamchani hech bo'lmaganda 60% dan yuqorida yopilish kerak bo'ladi. Ana o'shandan keyin уже biz bu yerda bizga BPR yaraladi. Shundan keyin bu ham как FEG ga o'xshaydi oqili. BPR yaraladi. Keyingi haftalarda endi bu swing trade uchun aytmoqchiman. Haligi nima uchun? Baribir haligi swing ushlaydiganlar bo'ladi-yu, GPUSD da ko'pchilik ichimizda bor-u, shunaqalar. Ana o'shandan keyin mana bunaqa ssenariy bo'lishi mumkin bozorda. Vot. No, endi hozir bu haftalik holatni ko'radigan bo'lsak, shu weekni 50% xullas biz uchun ключевой joyi bo'ladi. Tushundinglar-a? Demak, biz уже razvorot berishimiz uchun xuddi shunaqa ko'rinishda harakat qilib berishimiz kerak bo'ladi. Bu haftalik ko'rinishi. Kelinglar kichkinaroq time frame ga tushib ko'ramiz. Ya'ni kichkina time frame nima deyapti o'zi? Dardingni ayt do'stimbek, dardingni ayt menga. Mana bu yerda equal highlar tashlab ketilgan, ya'ni ikkita teng maksimum darajalarimiz, ya'ni liquidlik uchun juda chiroyli tortib beradi bu ham. O'ziga juda ham chiroyli tortib beradi. Nimaga bu ushalmayapti yo chizib qo'yuvmidim biror narsa? Chizib qo'ygan ekanman. Onayning bu. Mana bu nuqta. Aytdim, magnit ushalmayapti deb. Hop. 1 soatlikka olib o'taydi. 1 soatlik time frame. Mana bu bizda eng yaqin zonadagi likvidlik darajamiz. Mana bunisi biz uchun eng uzoq zonadagi bo'lib turadi. Mana shu 99/483. Xo'p, uzoqroqdan keladigan bo'lsak, qanaqa harakat qildik? Kichkina time frame da yopildi. Kerakli nuqta yopildi. Mana shu nuqta tashlab ketilmasligi kerak edi. Tashlab ketilganda baribir qaytib qo'yish mumkin edi narx orqaga. Yaxshi. Bu zonani ham hurmat qildik. Mana bu nuqtada. Xo'p. Da, o'sha narsa ekan og'ala. Hozir nimani bitta narsani ko'rib olaydi. Qaranglar, anu 50% nechiga to'g'ri kelyapti narx? Narx nechiga to'g'ri kelyapti? Shu yerda mana kalim bor ekani 96,292. 96,292. 96,292. Mana bu darajalar ekan. O'sha hozirgi aytgan weekni 50% bor-u. Xuddi o'sha darajalarda mana kalim ham bor ekan og'alar. Mana shu yerdan tortib qo'yadi deb u bor-u. Mana shu haram men kalladan juda qo'rqaman, ishoninglar. Qachon bo'lsa ham keladi mana shu kalni yopgan. Xo'p. Anu ssenariyimizga to'g'ri kelar ekan, og'alar. Xullas bitta mana bu nuqtadan
qarshilikka uchrab turib, ana o'shandan keyin tushib turib, shunaqa ko'rinishga ketishi mumkin ekan bozor. Xuddi mana shu nuqtani yechgandan keyin bu zonamiz o'sha 50% ga to'g'ri keladi deyarli. 292 ko'rdik-ku, to'g'ri, mana 50% ni. 200 mana bu darajalar. Вот. Mana shu darajalar. Weekni 50%. Xuddi shu nuqtaga kelgan vaqtda bari kalni ham icharkan birgalikda. Ana o'shandan keyin shunaqa ssenariy kutsak bo'laverar ekan. Yaxshi. Yo'q, og'alar, kutamiz ekan. Kutamiz ekan DXIga. Mana bitta mani kalim bor yana. Вот. Mani kalim bor. Mana bu kallarga ham e'tibor beradigan bo'lsanglar, qaranglar. Kal. Mana ko'ryapsizlar? Kal tashlab ketdi, lekin qaytdi kalga. Вот. Mabodo ICT haqida birontasi sizlardan so'raydigan bo'lsa, qanaqa yuradi narx desa, kaldan kalga yuradi deb qo'yasizlar. Kaldan kalga. Xo'p. Xullas, endi kelinglar mana shunga DXI uchun bitta ssenariy ko'rib chiqamiz. Odatda mana bunaqa narsa bor, ya'ni mana bunaqa teoriya bor. Qaranglar. Biz ko'rdik, ya'ni biz uchun DXIda tushishi mumkin bo'lgan aniq zonamiz bor. Ya'ni o'sha haftalik weekni 50% biz uchun eng qiziq daraja hisoblanar ekan. 292 zonalar I+, buni pastida kalam bor ekan. Xullas o'sha kalgacha biz uchun qiziq zona deylik. Qaranglar. Narx qanaqa harakat qilishi mumkin? Xo'p. Dushanba kuni biz kutgan nuqtaga kelib bermasligi mumkin. Ya'ni muhim bo'lgan darajalarga dushanba kuni harakat qilmasligi mumkin. Undan keyin odatda haftalik maksimum va minimum darajalarni yaralishi seshanba yoki bo'lmasam chorshanba kunlariga to'g'ri keladi. Tushunyapsizlar? Demak, seshanba yoki bo'lmasam chorshanba kuni mana shu darajalarimizga kelib turib, ana o'shandan keyin narx yuqoriga qarab turib ketishi mumkin ekan. Shunaqa ssenariy bo'yicha. Xullas, mana shunaqa ssenariy. Короче, weekda 50% ga keladi. Yuqoriga yurmoqchi bo'ladigan bo'lsak, shu darajani biz hurmat qilamiz. Tushib ketmaymiz pastga qarab turib. Mana shu nuqtadan bum tepaga qarab turib yuramiz. Manda xullas DXI uchun shunaqa ssenariy. Kimdadir savol bor? O'zichi mana 20 yoki bo'lmasam 23 kishi kuzatadi. Mana shu efirda. How USDni shu boshida bekor qilib qo'ydim-da, boru, a? Boshida bekor analiz qildim-da. Men cho'zishim kerak edi qolganlarga o'xshab turib. Cho'zishim kerak edi. Ya'ni mana haligi o'zimizni Saidxon degan ukam bor-da. Weekly outlook qilayotgan vaqtda spesialni How USDni eng oxiriga qo'yadi. Nimaga? Chunki GPUSD DXIda aytaylik 10 ta odam savdo qilishi mumkin, lekin How USDda уже kamida bir 90 ta odam deylik savdo qilish mumkin-da, endi 100 ta odamdan demoqchiman. O'shaning uchun men bekor qo'ydimmi deyman-da boshiga How USDni. O'shaning uchun sekin chiqib ketib qoldik. Mayli. Xo'p. O'tirganlar uchun baribir foydasi bo'lsin. Xullas, menda shunaqa ssenariy. Savollar bormi shu yergacha o'g'illar? Qo'l ko'taradigan bo'lsanglar bemalol ochib qo'yaman. Men hozir How USDga kichkina time frame'da analiz tashamabman-ku. Xo'p, men umumiy tushuntirib berdim sizlarga, что globalniy buy ko'rmayapman, lekin vaqtinchalik buy ko'ryapman deb. Vaqtinchalik. Bu bizda agressiv ko'rinish bo'ladi. Agressiv entry.
Buni ham hozir yuborib qo'yamiz. Aggressive entry. Keyin har bitta entry uchun siz o'zingiz javobgarsiz o'g'li. Yana ertadan keyin stop balobatlar bo'ladigan bo'lsa, mani ayblab yurmang. Baribir haligi har bittamiz qo'ldayu, to'g'rimi? Qo'limizdayu misl bayda ochish. Mana narx уже yuqoriga yurib beradigan bo'lsa, mana shunaqa ko'rinishda entry qiladigan bo'lsak, biza uchun более безопасныйroq entry bo'lishi mumkin. Tekst orqali entry. И tasdiq orqali entry. Okey. Anoni yuborib qo'ydim. Nima deydi? Ikkala analizda ham, ya'ni bunga nisbatan ikkala analizda ham yuborib qo'ydim. Bemalol ko'rib olsanglar bo'laveradi. DXY bo'yicha umumiy haftalikda yuborib qo'yaman buni. Mana bu nuqta menga qiziq. Foizini hurmat qilib, yuqorida haftalik sham yaralsa, ya'ni yuqorida haftalik sham yopilsa deylik, narx bullishga o'zgarishi mumkin. Okey. Вот. DXY uchun unaqa kichkina time frame'ga tushib o'tirish shart emas, chunki dollar bilan hech kim savdo qilmaydi-yu baribir. Prosta yo'nalishni bilib olsak bo'ldi, ya'ni narx nimani xohlayapti. Xuddi shu narsani. To'g'rimi? Odam bunaqada zerikib qoladi-yu, o'g'li, nimaga sizlar anaqa qaysi parani ko'raylik boshqa? Yevro yoki bo'lmasam jiv. Xo'p, siz ochib qo'ydim. Halima opa, singilmisiz, opamisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana birinchi tilada qilgan analiz bo'yicha bir ikkita savollarim bor edi. Labbe. Endi gip bilan ochilishiga ham ancha o'rganib qoldik. Может, Xo'p, agar gip bilan ochiladigan bo'lsa, bayda
hozir siz ko'rsatib turgan shu agressiv birinchi take profitdan Mhm. teparoqda ochilishi mumkinmi? Bu birinchi savol. Xo'p. Ikkinchi savol, bay ochiq сделкаларым bor, no lekin take profit hamma narsasi beulari qo'yilgandi. Agar gap take profitdan tepada ochiladigan bo'lsa, take profitni oladimi yoki yo'qmi? Shu ikkita savol. Olmasligi mumkin. Chunki odatda boru, haligi stop loss'dan pastda ochilib qoladi-yu, adashmasam olmaydi. Menda hech shunaqa narsa bo'lmagan ekanda boru. Lekin take profitni olmasdan ketaversa kerak. Shu men qiziqtiryapti, chunki take profit qo'yganman, shu uchun ikkilanib turibman. Yo'q, o'ylamang u narsani. No, главныйsi bayga yuraversa bo'ldi-yu. Qayerda u sizni anaqangiz take profitlaringiz? No, siz hozir ko'rsatgan birinchi take profitdan pastroqda-da meniki. Ha, men pastroqladi, bu yoqladi. Da. Zo'r. Aha. Kam rejimiz 200 pips gapda ochilsa kerak deb turibman-da. Yo'q, men lekin hozirgi holatda gap kutmang endi. Meni fikrim shunaqa. Chunki anu agressiya tugadi-da. Tushunyapsizmi? Mana bu agressiv holat tugadi. Endi bu yoq bo'lib stabilniroq bozor bo'ladi. Endi shanba, yakshanba 2 kun Tramp har xil yana qarorlar qabul qilishi mumkin. Shuni hisobiga deb o'ylaganman. Anu Eron bilan anaqanday deyapsiz. Shuni hisobiga hech kim. Bo'lishi mumkin. Agar gap bilan ochiladigan bo'lsa, Jack turasiz opa. Sovqataymi bu yo'q. Gap bilan ochilib ketsa, omadingiz kelib. Holat bo'lmagandi-da menga biror marta gap menda ham shunaqa bo'lmagani. Bo'lmagan hech. Birinchi marta. No, shu hozirgi holatda endi tillo xudo xolasa yuraversin, o'sha take profitingizni olib bersin. Agar gap bilan ochiladigan bo'lsa ham yuqoriroqda, u teparoqlarda yopib oling. Xo'p, katta rahmat. Xo'p bo'ladi. Savol bermoqchi bo'lgan akalarimiz, Jahongir aka, mikrofoningizni ochib qo'yaveraman, shep. Hozir qo'l ko'tarsangiz. Qani? Jahongir aka gapiring aka. Assalomu alaykum akam, sizlar charchamasdan. Assalomu alaykum. Omala. Rahmat. Bitta savolim bor-da, men hech narsaga tushunolmayapman-da. Xullas, zonamda engulfing qilib yoki nima qiladi, sivib qiladi shamdi. Xo'p. Men sivibdan kira olmayapman-da. Ya'ni kirsam pastga qarab ketib qolyapti yoki yana engulfing qilgandan keyin ketib qolyapti. Xullas, qasd olib kira olmayapman-da, cho'ta. Tillodami? Tillada. Qachon shunaqa bo'ldi? Oxirgi kunlardami? Yo'q, o'zi normal ishlayapti. Agar o'sha engulfing bilan yoki anaqani svichani olaman desam, misol uchun. Svichani soyasidan soyali nima deydi-ku? Shu bilan kiraman desam, kira olmayapman-da shu. Jahongir aka, bitta narsa aytaman. Men o'zim o'quvchilarimga ham ko'p aytaman-da. Agar stopis kamayishini xohlaydigan bo'lsangiz, masalan, menga vaqtini aytingda, kiradigan vaqtlaringizni. Ertalab kirishingiz mumkin yoki bo'lmasa Londonda kirib olishingiz mumkin, to'g'rimi? Ko'proq New York bilan London sessiyada kiraman. New York bilan London sessiyada kirasiz. Keling, mana shu yerda men sizga bitta shablon beraman. Ya'ni buni o'sha o'zim o'quvchilarimga ham aytaman-da. Qarang. Eslab qoling bu narsani. Hozirgi aytayotgan vaqtlarim, eshitinglar, mana shu yerda o'tirganlar. UTC -5 New York vaqti bilan gapiraman. O'zbekiston vaqti bilan gapirmayman. O'shaning uchun mabodo meni eshitayotganlar O'zbekiston vaqti bilan ekan deb o'ylab qolmanglar. O'zbekiston vaqti bilan ham necha bo'lishini hozir ko'rib beraman. Qaranglar. Odatda, masalan, siz nima qilishingiz kerak? Agar stoplaringiz kamayishini xohlaydigan bo'lsangiz, UTC -5 bo'yicha soat 6da 6:00. Xuddi shu 6:00 dan boshlab analiz qilishingiz kerak. Analiz. Bu bir. Endi qaranglar. Undan keyin soat 7:00 dan boshlab kuzatuvchi bo'lishingiz kerak.
kuzatuvchi bo'lishingiz kerak. Undan keyin soat 8:00 dan boshlab entry qidirishingiz kerak. Tushundingiz-a? Aha. Bu degani 6 dan 7 gacha bo'lgan vaziyat sizga уже mana bu Aziya bilan Londonda narx qanaqa harakat qilganini ko'rsatib beradi. Va bu holat mana 6 bilan 7 ni oralig'i sizga taxminiy ssenariyni ko'rsatib beradi. Ya'ni Nyu-Yorkda qanaqa harakat qilishi mumkin yoki bo'lmasam bugun umumiy bozorda narx qanaqa harakat qilishi mumkin. Plus soat 7 dan oldin yoki bo'lmasam 8 dan oldin bozor juda ko'p holatlarda range'da va manipulyatsiyada yuradi. Hozir manipulyatsiya ham nechida bo'lishini men taxminiy vaqtlarini ko'rsatib beraman. Xullas tushundingiz-a? 6 dan 7 gacha bo'lgan vaziyatda analiz qilib olasiz. Ya'ni o'sha aytganimdek Aziya va London sizga qanaqadir n harakatni bajarib bergan bo'ladi va taxminiy yo'nalishni Nyu-York uchun ko'rsatib qo'ygan bo'ladi va soat 7 dan boshlab nimaga endi kuzatuvchini yoqish kerak. Bunga sabab nimada? Sabab shundaki, mana shu Londonda tashlab ketilgan yoki bo'lmasam Aziyada tashlab ketilgan, balki mana shu harakatdagi, mana shu range ichidagi ikkita teng maksimum va ikkita teng minimum darajalarga hujum boshlanadi. Ya'ni soat 7 bilan 8 oralig'ida mana bu yog'iga do'xtir chizib qo'ying. Agar mana shu yerda o'tirganlar stoplaringlarni bitta ko'rib chiqadigan bo'lsanglar, mana shu vaqtga tushadi. Ya'ni shu vaqt oralig'ida siz ham savdoga kirib qo'yib, aligina qilayotgan bo'lasiz, nima deydi, stop olayotgan bo'lasiz. Qarang. Soat 7 bilan 8 oralig'ida hozir aytganimdek, agar sizda equal low va equal high darajalari bo'ladigan bo'lsa, misol uchun narx mana shu darajalarni yechgan holatda manipulyatsiya qilish mumkin. 7 dan boshlab. Tushundingiz-a? Mana. Bu bo'lishi mumkin. Mana bu Londonda tashlab ketilgan bo'lishi mumkin. Equal low darajalarimiz. Ana shu liquidlik darajalarimiz deylik. Ana o'shandan keyin agar siz buy kutayotgan bo'lsangiz, narx уже 8 bo'ladi-yu, 8 bo'lib turib, manipulyatsiyasini hammasini tugatadi-da, ana o'shandan keyin asosiy harakatni bajarib beradi. Lekin siz mana bu oralig'da nima bo'lgan bo'lasiz? Siz уже mana shu oralig'da stopingizni olib, yeb yotgan bo'lasiz, siqilib, yoki o'tiz oqqan bo'ladi, yoki bo'lmasam drawdownga tushgan bo'lasiz, yoki bo'lmasam kattaroq minus qilib qo'yib, entry qilishga o'ylanib o'tirgan bo'lasiz. Qilsammikin, tepagami, pastgami deb. Men aytmoqchiman, mana shu 7 da bo'ladigan manipulyatsiyada buyga ham, sellga ham tushib qolishinglar mumkin demoqchiman. Tushunarli? O'shaning uchun уже 8 dan bu yog'iga entry qidirishni boshlash kerak. Ishoninglar, bozorda masalan hozir mana 10 ta harakatni ko'rib chiqinglar-da. 10 ta harakatdan kamida 6 ta, 7 tasida xuddi shunaqa harakat qilgan bo'ladi. Bozor. Haligi nima ham zo'r ishlayotdi, cho'ta ishlamay qoldi. Mana shu ICT-da hozir yana ishlayaptimi? Xatlab qoldim. Hali nima deydi? Misol Osiyoda maksimum minimumini London yangilab qo'ysa, Nyu-Yorkda sell yo buy uchadi degan nima bor edi-ku. Zo'r ishlayotdi, mazza qilib yuboradi mashina. Bitta narsada SMT ga qaraysizmi? SMT ga? Yo'q. SMT larga qarash kerak. Ya'ni bu degan nima degani? Masalan aytaylik, sizda mana bunaqa shablonda juda ko'pchilik treyderlarda xatosi mana shu narsa. Bitta shablonni ichiga tushib oladi-da, ana shu shablonni ichida yashaydi. Misol uchun bitta o'sha modelni o'rgatib qo'yadigan bo'lsangiz, bir tomondan to'g'ri bu narsa. Xuddi o'sha model yaralganda savdoga kiradi yoki bo'lmasa savdoga kirmaydi. Lekin ba'zigalar xuddi shu narsani miyasiga o'sha shablon qilib oladi-da, faqatgina o'shin bilan bozorni ko'rishni boshlab qoladi. Yo'q, uni qilish kerak emas. Chunki siz hozir aytmoqchi bo'layotgan narsangiz mana bu Aziyani high va low tochkalari deydigan bo'lsak va narx agar buy yurmoqchi bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda low yechish kerak bo'ladi Londonda. Ana o'shandan keyin bizga razворотный model yaratib turib, undan keyin yuqoriga ketish kerak bo'ladi Nyu-Yorkda, to'g'rimi? Siz mana shu shablon bo'yicha bozorga qaraydigan bo'lib qolgansiz. Lekin ba'zi holatlarda nima qiladi? Ya'ni SMT bo'lgan vaqtlarda nima qiladi? Narx Aziyada ham yuqoriga ketadi, Londonda ham yuqoriga ketadi. Keyin hali joyda sizning miyangiz ishlamay qoladi.
haqiqatdan kirishni bilmay qolasiz. Yoki bo'lmasam short ishlab qo'yasiz. Nimaga? Chunki Asian low'ni ichish kerak edi. Short ishlab qo'yasiz, keyin stopingiz oladi. Yengil. Bunga sababchi nima bo'ladi? Bunga sababchi odatda, masalan, buni how USD parasi deydigan bo'lsak, to'g'rimi? House deb qo'yay. Misol uchun kumush bor-ku, buni ukasi. Kumush masalan mana shu low darajalarda SMT sodir qilgan bo'ladi, ya'ni u yechgan bo'ladi, bu yechmagan bo'ladi. Ana o'shani hisobiga narx bundoq sizga manipulyatsiyani qiladi-da, hozirgi aytganimdek soat 7 dagi manipulyatsiyasi. Mana o'shandan keyin yuqoriga qarab turib yana ketaveradi. Siz bu yerda shortga kirib turib stopingizni yeb o'tiraverasiz. O'shaning uchun masalan YouTube'da o'rganayotgan darslaringiz yoki bo'lmasa men ko'rsatib bergan darslarda u narsa yetarli emas. Misol, agar siz avvaldan ICT da ishlayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa noldan o'rgangan bo'lsangiz-da, sizga qanaqadir ma'noda foydasi tegishi mumkin. Nimaga? Chunki bu yerda tashlab ketilgan qoidalarni ichida yana qanaqadir qoidalar bo'lishi mumkin, ya'ni tasdiqlar demoqchiman. Tushunamsiz? O'shuning uchun maslahatim, nima o'rganadigan bo'lsangiz, xuddi o'sha narsani miyangizga kirgizib olmang. Chunki bozorda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Xullas shuni soat 7da, soat 7:30da 8da uzr ko'p savol berib boryapman endi. Yo'q, bemalol. Soat 7:30, 8:30, 7 FVG, IFVG order bloklar cho'tki ushlab beradi deyshadi-ku. Shu men ko'rdim, haqiqatan zo'r ishlab beryapti, lekin shu o'z fikringiz qanaqa bir xil payt endi. Bitta biz o'tib qolyapti shunga. Da ishlab beradi. Cho'tki ishlab beryapti shunga. Qanaqa fikrlar deyman-da. Yo'q, ishlab beradi. Nimaga? Chunki endi bozor o'sha vaqtda yuradi-da baribir. Tushunamsizmi? Order blok FVG yomon o'xshab qo'yasiz. O'sha vaqtda men ko'p kuzatdim-da, pon tarixdan kuzatdim. O'zim ishladim o'sha vaqtlarda. Yaxshi, aytdi. Endi bir narsaga e'tibor bering. Hozirgi aytgan narsa. Mana bu yerda equal high darajalari. To'g'rimi? Mana bu nuqtada. Equal high, ya'ni ikkita teng maksimum darajasi. Va mana bu nuqtada bizda sell side nuqtamiz, ya'ni liquid nuqtamiz va meni kalim. Mana u haltdan beri sizlarga kal deb yotibman. Begarga tashib ketmaydi bu harami kaldi. Qaytish uchun tashiydi. Mana ko'ringlar. Mana shu kal bo'ladi. Buni ham как liquidni sifatida olaman. Xo'p, undan keyin narx soat nechida harakat qilyapti? E'tibor bering. Soat 7 bo'lganda equal high ga hujum bo'lyapti mana bu nuqtada. To'g'rimi? Mana shu darajada. Mana o'shandan keyin soat 7 dan keyin bizga mana bu sell side'ga qarab turib hujum bo'lyapti. Ana undan keyin mana bu nuqtada 8 dan keyin bozor mana bu FEG'imizgacha kelib beryapti. To'g'risi men o'zim savdo qilmadim bu yerda. Undan keyin asosiy harakat qilib beryapti. Ya'ni asosiy harakat mana shu yerda bo'lyapti. Ko'rdingiz? Asosiy yurish. Shu vaqtda stopimizni qayerga qo'ysak to'g'ri bo'ladi? Shu vaqtdami? Mana bu impulsni boshlab bergan shamni hayga qo'yasiz. Mana shu impulsni boshlab bergan sham bor. Odatda mana bu maksimum deyshadi. Odatda. No, tilla uchun bu juda ham katta daraja-yu. To'g'rimi? O'shani hisobiga. Misol, menda hozir oldin stop qo'yatdim, ponni stopni uryapti. Endi ko'p holat urib qo'yatdi, o'zi keyin oqyapti, realni. Misol, stopni uryapti, keyin oqyapti. Endi bu bunaqa narsa o'rganib oldim-da. Zonaga keladi-ku, agar tana bilan yopsa deyapman, u stop o'zim ruchno yopilyapti qo'lda. Bo'lsa soya bilan urib ketyapti, shunga aniq ketyapti menga. Zero anaqa hisob ochib oling. Zero hisob. Xo'p, mana bu narsa tushunarli bo'ldi, to'g'rimi? Buni hozir mana GPUSD parasi turibmiz ekan. Qolgan paralarni ham tekshirib ko'ringlar, o'g'illar. Xuddi mana shu aytgan teoriyam bor-ku. SMT bo'lsa, uning ichida-da, misol, SMTlarimiz bo'lish kerak. Mana bu holatda ham mana hozir M5 time frame turibmiz ekan. Ya'ni manipulyatsiyamiz mana shu zonadagi manipulyatsiyamiz mana soat 7 dan keyin bo'lyapti. To'g'rimi? 7 dan keyin уже 7 dan keyin bo'ldi. Mana bu vaziyatda. Haylarimizni yechib qo'yapmiz. Undan keyin mana bu lowga qarab turib hujum qilyapmiz.
Mana bu nuqtada. O'shaning uchun ham aytyapman. Mana bu jarayonda, mana anaqa Londondagi jarayonda siz manipulyatsiyaga tushib bo'lasiz-da. O'shani hisobiga ham soat 7 dan keyin bozorga qilishga harakat qiling, ya'ni kirishga harakat qiling. 7 dan keyin. 8 dan keyin demoqchiman. Ya'ni 7 da уже kuzatasiz. 7 dan 8 gacha bo'lgan jarayon likvidlarni yechib bo'lgan bo'ladi. Undan keyin soat 8 dan boshlab ana shu o'zingizga qanaqadir entrylarni qidirib turib, xuddi o'sha entry bo'yicha savdoga kirsangiz bo'laveradi. Buni mana hozirgi o'tirganlarga men vazifa beraman, shu hozirgi ko'rsatib bergan vaqt oralig'imdagi narx harakatlarni bitta ko'rib chiqinglar. Mana shu hozirgi ssenariy bo'yicha-da. Juda ko'pchilik mana shuni evaziga ham ko'pchilikning anaqa stop ko'payib ketib qoladi. Ya'ni o'sha men aytgan vaqtlardan ertaroq savdoga kirib qo'yishadi. Manipulyatsiyani qurboniga aylanadi deydi. Xuddi shu narsa. Nima $10,000 shotga necha sot ochsam bo'ladi? Men 0.10 aytibdim-da. Endi hozir $10,000 shotga qanaqa parada? Avstami? Tillarida. Ha. 0.05 oching. No, maksimum 0.01 ochsa bo'ladi, maksimum. No, endi meni fikrim. Yo, o'zi 0.3 ham ochsangiz bo'laveradi. Prosta uning uchun siz haligi quyon bo'lishingiz kerak-da, nima desam bo'ladi? Lochin bo'lishingiz kerak. Lochin. Haligi sniper entry qilishingiz kerak bo'ladi-da. 1-2 punkt stop bilan. Ana o'shanda hisobga to'g'ri kelaveradi. Lekin 0.1 menimcha 10 milliy shotingizga katta tilloda. Ha. Hali. Xullas shunaqa. Hozirgi aytgan narsamni o'g'illar mana shu yerda videoda ko'rib turgan odamlar ham bitta backtesting qilib ko'ringlar. Menimcha juda ko'pchilikda o'sha xatolarga bo'ladi. Javob bo'la oladi o'sha narsa. Nimaga endi menda stop ko'payib ketyapti, lekin yo'nalishni yaxshi aniqlayman u deb. Prosta siz haligi vaqtda savdoga kirmayotgan bo'lasiz, все. Keyin mana bu analiz ham qilingan. Bu analiz ham o'sha o'quvchilarim bilan qilingan, ya'ni qanaqa darajada. Mana bu kallar yechilish kerak bo'lgan. Mana bu kal. Вот. Kallarimiz yechildi. Men asosiy kalim bor bu yerda. Kal desam haligindan endi o'rganasizlar, endi qulog'inglar o'rganadi. Mana bu yerdagi kalni yechilishiga ham e'tibor beringlar. Narx kaldan kalga, kaldan kalga yuradi, bilib olinglar. Likviddan likvidga yurmaydi. Kaldan kalga yuradi. Hozir umuman soyasi yo'q sanga tortyapsiz, to'g'rimi? Da, xuddi shu narsa. Chunki mana e'tibor bering, kallarni baribir yechgani tushganda, mana ko'ryapsizmi? Mana bu nuqtada ko'rsatib berdi mana kunlik shamchada. Mana bu vaziyat, mana bu vaziyat. O'sha soyasi yo'q shamcha. Bari yechgan tushadi bozor. Hop. Yana qaysini ko'raylik. O'zlarga juda ko'pchiligimizga ichimizdagilarga tillo qiziq. Ha? O'g'alar. Menimcha sizlarga tillo qiziq. Tillo. O'shaning uchun ham birinchi o'z tilloni analiz qilib beruvdim. Hozir aytganimdek 20 tadan oshiq odam o'tiruvdi. Tillodan keyin o'sha hamma surdi. Bo'ldi, короче, olindi o'sha analiz. Ular shunaqa. Yana qaysiga qilsak ekan? Bitokchi. Bitok. Bunga ham qilib qo'ydim. Bitcoinga qilib qo'ydim bir vaqtlar. Haftalikda oluvdim ekan. Вот. Haftalikda, короче, mana bu FIG'dan bu yerga tushib beradigan bo'lsa, shu nuqtadan yuqoriga kutayotgandim. Yuqoriga harakatni kutayotgandim. Bitcoinda mana shu 70 darajalardan, mana shu nuqtalardan. Вот. Bunda ham kal bor. E'tibor beringlar o'g'illar. Mani kalimni endi o'rganasizlar endi. Вот. Likvidlik yechilishiga oz qoldi bu yog'iga. Xudo xolasa shu nuqtalarni yechib beradigan bo'lsa. O'zi pastroqlarni kutayotgandim. Mana bu 60 darajalarda. Bu yerlarni ko'rmaydiganga o'xshayapti. Qiyinga o'xshayapti bu nuqtalar. Вот. Bitcoinga shunaqa analiz dedim avvaldan. Xullas mana shu darajalarda men kutayotgandim.
balki 60 mingga tushib ketib qolar. Bilib bo'lmaydi Bitcoinda ham. Agar hozir oylik shamchani ko'radigan bo'lsak, oylik shamcha keyingi shamchani ochilishini kutamiz ekan, короче, boru. Chunki уже hech qancha qolmadi-yu, bir kun qoldimi keyingi shamchani ochilishiga. Mana bu darajani yechib turib undan keyin ketish mumkin. Xullas shunaqa gaplar. Aka, ana ob'yom bo'yicha fikringiz qanaqa? Ash ob'yomni o'rganaymikin deyapman. Men ham qiziqyapman o'sha ob'yomga, to'g'risi. Men o'zim ham o'rganib kelyapti. Men ham haligi yangi narsa bo'lsa o'rganib qo'yaveraman. Tushunarli, foydali joyini olaman-da doim. Ob'yom ham qiziqarli tuyulyapti menga. O'rgansiz o'rgatarsiz. Mana shu kanalda bizga o'rganadigan bo'lsangiz. Men ham qiziqib yuruvdim. Ana haligi bookmapda ishlaydiganlar bor-ku. Anaqalardan ko'p chiqadi-da oldimga. Nima deydi? Instagramda reelslarda chet elliklar. O'shalarda ishlash meni o'zimga ham qiziq. Ashi bu FVG order bloklar bor-ku. Xo'p. Ashi zonalarda xullas 40 ta kontrakt, o'sha katta summalar turar ekan-da. Misol, qaysi order blok qaysi FVGda turgani ko'rinib turar ekan-da. Qanchadan turadi? Katta pullar kirar ekan deyapti. O'shani endi sal shuni olish kerak. No, endi u narsani bor, mana bu ICTda ham filtratsiya qilsalar bo'laveradi. O'rgatishga ishlab beradigan. Qaysi bir o'sha topolmayapti. Misol, nima desam bo'ladi? Qaysi order blok ishlab berish mumkin, qaysi biri yo'q-da. Mana shu price actionda o'zidan ham ko'radigan bo'lsangiz, mana bu darajadan, mana shu nuqtadan. Vot. Mana shu harakat. Bitta narsa bor. Ya'ni bozorda motor liquidness degan narsa bor. Motor liquidness deb qo'yadi. Buni Islom Klichev bor, anaqa Astromarkus bor. Engineering liquidity mi bor. Endi men hali ingliz tiliga tilim kelishmaydi-da. Engineering shunaqa deb qo'yadi. Liquidness deb qo'yadi. Mana shu order bloklarni filtratsiya qilayotgan vaqtda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni, masalan, mana proboy, korreksiya, proboy, korreksiya, proboy. Mana bunaqa ko'rinishda vot narx harakatlanadi, to'g'rimi? Va bizda shu yerda novichoklarda bitta minus tomoni bor. Har bitta order blokdan savdoga kirib ko'radi. Har bittasidan. Mana shu darajalarda deyliga. Mana shu holatda oladigan bo'lsak. Mana shu holatda. Qaysi biri biz uchun aktiv bo'ladi? Biz uchun odatda o'zidan oldingi order blokdan reaksiya olgan blogimiz bo'ladi-yu mana. Mana bu reaksiyadan oldin bu yerda OB bor edi, to'g'rimi? Mana bu nuqtada. Xuddi shu order blokdan reaksiya oldik-da, impulsli harakat hosil qildik. Mana bu darajada bo'ladigan bo'lsa, mana shu darajada biz shunchaki qisqa korreksiya, bum tepaga, yana qisqa korreksiya, bum tepaga. Shunaqa harakat qilib qo'ydik, lekin bu yerda ham order bloklar bor. Bu darajalarda biz odatda motor liquidness deb qo'yamiz. Bu degani, agarda xuddi shunaqa darajalarda kichik time frame'ga o'tib turib qaraydigan bo'lsak, mana shu darajalarda yoki bizda consolidation yaralib qolgan bo'ladi. Ya'ni narx o'sha bitta range'da yurib turib, undan keyin yuqoriga ketgan bo'ladi. Yoki bo'lmasam equal low darajalar, ya'ni ikkita teng minimum darajalar shakllanib qolgan bo'ladi. Va mana shu darajalar narxni o'ziga juda ham kuchli tortadi va mana bu OB-imizdan ketishiga sababchi bo'lib qoladi. Bu yerdagi sizni stopchalaringizni olgan holatda. Tushundingizmi? Demak, qoida nima ekan? Agar sizda nechta order blok bo'lgan taqdirda ham mana shu o'zidan oldingi hech qanaqa zonadan reaksiya olmagan OB-larni demak atmen qilamiz ekan savdoga kirishdan oldin. Qachonki mana shu nuqtalar yechiladi, ana o'shandan keyin ketish mumkin ekan bozor. Tushundingizmi? Vot. Endi bu narsaga boshqa faktorlar ham sababchi bo'ladi. Misol uchun narx hozirgi holatda oladigan bo'lsak, bizda premium nuqtada joylashib qolgan bo'ladi. Ya'ni qimmat narx va arzon narx haqida eshitganmiz.
Premium va shu bilan discount. ishlayapman hozir man. Misol uchun endi bunday o'ylab qaraydigan bo'lsak, baribir premiumdan hech kim sotib olmaydi-yu. Aytaylik, mana bozorga bordingizda, borib turib oldingizda 4 ta iPhone 7 Pro Max bor. Misol uchun ana shu yerda bittasida 1500 narx qo'yilganda, bittasida 1400 qo'yilgan, bittasida 1200 qo'yilgan. Sizga qaysi biri ma'qulroq bo'ladi? 1400 bilan 1200 ma'qul bo'ladi. Siz hech qachon mana bu 1500 bilan sotib olmaysiz qimmat narxda. To'g'rimi? Misol. Xuddi o'shanaqadek, misol uchun, xuddi shunaqa premium nuqtada joylashib qolgan OB'larimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak va hozirgi aytgan qoidam bo'yicha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun bozorda backtesting vaqtida sizga aytaylik, xuddi shu OB'da o'zidan ketib borgan bo'lishi mumkin narx. Reaksiya olib turib, bunaqa bo'pti-yu deyishingiz mumkin. Uning uchun siz ya'ni SMT'da o'rganishingiz, ya'ni SMT'ga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Hamma sizga juda ko'p kurslarda yoki bo'lmasam boshqa joyda o'rgatishadi, что narx high va lowlarda SMT hosil qiladi deb. Yo'q, unaqa emas. SMT odatda biz kutayotgan muhim nuqtalarda ham SMT hosil bo'lishi mumkin. Ya'ni bu degani nima degani? Masalan, buni HUSD paras deb oladigan bo'lsak, bizda mana bu harakatni deylikda, anu deb oladigan bo'lsak, haq deb oladigan bo'lsak, masalan, bu bizga muhim bo'lgan zonaga ertaroq kelib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni kumushimiz aynan mana shu kutayotgan OBga deyarli ikkalasi aka-uka bir xil. Bu hali kelmagan bo'ladi. Ya'ni bu o'sha PDR nuqtalarda SMT deyiladi. Ya'ni bu уже reaksiya olib qo'ygan bo'ladi o'sha biz kutayotgan OBdan hagimiz. Bu hali yetib kelmagan bo'ladi. O'shani hisobiga botga touch qilmasdan ketaveradi. Короче, endi shunaqa narsalar bor xullas. U narsani o'sha o'rganib, sekin bu joyda mana backtesting qilib ko'radigan bo'lsangiz, hozir men tushuntirib beryapman. Menimcha o'ziga foydali bo'ladi. Buni bitta bozorda ham ko'rib chiqsangiz bo'laveradi. O'sha hozirgi aytgan qoidam bo'yicha. Hozirgi aytilgan qoida bo'yicha. Vot, mana motor liquidnessga misol, mana yana bitta misol. Misol mana bu order blokni oladigan bo'lsak, to'g'rimi? Hech qanaqa o'zidan oldingi zonadan reaksiya olmadi. Demak, nima bu? Motor liquidness. Bu nuqta yechiladi baribir, ana o'shandan keyin narx ketadi. Mana bu nimaga endi men bu nuqtani kuchli zona deb hisoblayapman, kichkina time frame'da. Nimaga endi aggressive entry deb hisoblayapman? Sababi ham liquidligini yechib berdi bu nuqtada. Yechib bergandan keyin maksimum darajani yangiladik. Mana bu nuqtada yangilaganimizdan keyin bu harakat bilan o'zimizdan oldingi kuchli nuqtadan chiroyli reaksiya ko'rsatib qo'ydik. Demak, ehtimollik nazariyasiga quloq soladigan bo'lsak, narx mana shu nuqtadan ketishi mumkin degan taxmindaman. Aggressive entry bilan mana shu zonalargacha. Xullas shunaqa. Hammaga menimcha tilla qiziq edi. Anaqa informatsiya berishga harakat qildim. FIBO bo'yicha-chi? Qaysi FIBO bo'yicha? Asha turibdi ekrangda FIBO. Hop. Asha premium zona FIBOsi emasmi? Bu oddiy bu optimal trade entry deyiladi. Mana shu 62 va 79 darajalarimiz biz uchun savdoga kirish uchun optimal hisoblanadi. Juda qulay hisoblanadi. Xullas shunaqa. Bugungi efir o'g'alar bo'lsam shu yergacha, menimcha sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Mabodo foydali bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, o'g'alar haligini qiladi, qo'yaverasizlar, nima deydi? Nima? Reaksiyalarni bildirib yuborasizlar. Aloqadamiz bo'lmasam. Barchaga yaxshi bo'linglar. Salomat bo'ling.